Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun men sizlarga kompyuter ekranini rasmga olishni, ya'ni screenshot qilishni ko'rsatib o'taman. Buni ko'plab yangi foydalanuvchilarimiz hali bilishmaydi. Buning uchun klaviaturamizda maxsus klavish bor. Print screen mana bu rasmda ko'rsatib qo'yganman. Ushbu klavishni bir marta bosish kifoya. Ayrim notebooklarda impact bo'lishi ham mumkin, impact klavish ham bo'lishi mumkin. Xullas shu knopkani bir marta bosamiz va buni biron bir joyga vstavit qilishimiz kerak. Masalan, Paint dasturiga kiramiz. Bu yerga vstavit qilamiz. Mana kompyuter ekranimizda rasmga olingan. Bunda o'zgartirish kiritib yoki hech narsa qilmasdan turib saqlanib qo'yib, biron bir o'yin qilib qolaversa, bu screenshotimizni Word, Excel listlarga yoki hozirgi kunda ommalashib borayotgan ko'p foydalanilgan Telegram dasturimiz orqali jo'natsak ham bo'ladi. Screenshot qilish uchun maxsus dasturlar ham bor. Dasturlar internetdan yuklab olishadi, lekin ko'pchiligimiz bilmaymiz. Bizning kompyuterimizda maxsus screenshot qilib tahrirlashga mo'ljallangan maxsus dastur bor. Bu dasturga My Computer orqali C diskimizga kiramiz. Windows papkamizga o'tamiz. Va bu yerdan System 32 nomli papkamizga kiramiz. System 32. Va bu yerdan alfabet bo'yicha saralab S harfini topib olamiz. S harfiga tushamiz. Mana Snipping Tool dasturi. Ushbu dasturga kiramiz. Dastur interfeysi juda ham sodda. Bu yerdan rejimni belgilaymiz. Rejimdan oknani tanlasak, butun bir oynani rasmga olish mumkin. Prямоугольник qiladigan bo'lsak, masalan, o'zimiz mana to'rtburchak qiladida biron bir joyni belgilab olishimiz mumkin. Mana bu dasturimiz ishga tushgan prямоугольник shaklida hozir kesib oldi. Screenshot qildi va bu yerda mana qalam bor. Qalamni mana bu menyusidan ranglarni o'zgartirsa bo'lishi mumkin. Mana bu yerda cho'tkamiz bor. Cho'tkada qalinroq chizib belgilashimiz mumkin. O'chirg'ich bor. O'chirg'ich yordamida belgilangan joylarimizni, xato qilgan joylarimizni to'g'rilashimiz mumkin. Bu yerdan shu screenshotimizni copyright qilib olsa bo'ladi. Bu yerdan jo'natsa bo'ladi. Menimcha bu joy ko'pchiligiga kerak ham shart ham emas. Eng muhim joyi mana bu joy rejim. Birinchi qismini tanlasak agar birinchi qismini tanlab turib sazdab bo'lsak, mana o'zimiz qo'limizda xohlagan joyini belgilab olishimiz mumkin. Bu yerdan ham tahrirlab olishimiz mumkin. Va bu screenshotimizni fayl menusidan saqlanib qilib olishimiz mumkin. Va shu joyni o'zida kopirovat qilib olib, biron bir do'stimizga jo'natishimiz mumkin. Shunday qilib bugungi darsimiz tamom bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.